Assalomu alaykum hammaga. Bugun tibbiyot yo'nalishidagi talabalardan piknik haqida taassurotlarini so'raymiz. Qani ketdik. Demak, juda nihoyatda zavqli boshlandi. Atrofga qarasangiz, mana salqin ichimliklarimiz tarqatilmoqda talabalarimizga bepul. Shashliklarimiz tayyor bo'lmoqda. Yaqindagina muzqaymoq patiga taklif qiladi. Mana shunday narsalardan zavq olmay bo'ladimi? Nihoyatda zo'r. Bunaqa kun unutilmas bo'lib qolishiga menda shubha yo'q. Здравствуйте, очень прекрасная атмосфера, тут очень живая музыка. Приятно, что наш университет сделал для нас такой пикник. Assalomu alaykum. Taassurotlarim juda ham go'zal. Bepul shashliklar, musiqalar, atmosferasi juda ham chiroyli. Kelgan insonlar ruhiyatni ko'tarmoqda. Family Travel tomonidan Qorako'yga dam olishga bepul borib kelasizlar.